Onasi? Adolat. Sen menga bitta ko'ylak olaman deb kartama olding. Men senga shuncha pulni qayerdan topib beraman? Stop. Dadajonisi, siz meni erimni yerga urib sindira olmaysiz. Meni erim qirolladek, xotinidan hech narsani ayamaydi. Toshni siqsa suvni chiqaradi. Bilasizmi? Siz qirolsiz. Men qirolicha bo'lishim kerak. Qirollarga mos bo'lgan holatda kiyinib yurishim kerak. Sizni obro'yingizni ko'tarib yuraman dadajonisi, lekin shunda ham sizni o'ylagan holda mumkin mobil ilovasiga kirib 50% chegirmada xarid qildim. Siz nima qilishingiz kerak ekan? Men qirolman. Men xohlagan narsangni olib beraman. Olib berasiz. Yo, qirolichalar ham mumkindan foydalanadi. Albatta, hattoki qirollar ham mumkin ilovasidan foydalanadi. Bo'ldi. Men ham yuklab olishim kerakmi? Yuklab oling. Men qirolman. Qirolsiz. Sen qirolichasan. Qirolicham. Xohlagancha pulingni beraman. Berasiz. Bilaman. Biz ayollar nima xarajat qilsak, erimizni qirol qilish uchun xarajat qilamiz.